Muhriddin va bu ikkinchi qism. Yo'q, ikkinchi qism emas. Ikkinchi videoyim bir kunda. Hozir Zmobil bilan yana video olaman. Quruvchilar jangi. O'zi birinchi marta video olishim-ku. Mayli. Zmobil sening tarafing mana bu yor. Mana shu. Meniki esa mana shu seniki. Meniki esa bu yor. Hozir dom ziki o'ynab olamiz. Dom ziki. Zmobil yutdi. Boss. Shisha kerak bo'ladi. Mana bu. Nima tushdi? Tasha. Uy quramiz. Hozir uyning qurilishini ko'rsataman. 3 4 Hozir bala videoni ko'rsatib turaman. Mana do'stlar, uyim qurib bo'ldim. Uyim obzorini hozir ko'rsataman. Mana bu yerda yotoq. Mana bu yerda ikkita pechki. To'rttala tomonda shunaqa. Bu yerda ham shunaqa. Takshda Zmobil hali qurib bo'lgani yo'q. Mana bu yerda enchanted table bor. Hozir bitta narsa yodimdan chiqib ketdi. Mana do'stlar, hozir bedrockdan quraman desam. Zmobil qurib bo'ldingmi? Hozir bu yerda qotyapti. Shuning uchun oddiy o'zimizning orolga borib olamiz. Zmobil qurib bo'ldingmi? Mana bolalar Zmobil bo'ldi. Mana bu yer qop-qora yer. Mana bu mening uyim, oppoq-oy. Bu yerda kirilmaydi bu. Adaqda. Mana bu bedrockga qarang, bedrock. Adashib kuyib qolganda
yerdan chiqib tashqariga chiqib qolgan ekan. Shuni ichkarini yalab oldim-da kirib oldim. Ko'rdingmi? Endi yuri. Baqa yuri. Baqa yuri. Baqa yuri. Yutaman ona. Zetmobil qiymlamay qoldi. Qotib qoldi telefoni. Botski telefonni o'ydi o'zi. Mana do'stlar, Zetmobilning uyini ko'ramiz. Hozir mana uyi mana shunaqa. Yotog'i bor, kitobi bor. To'xtab turaman hozir. Bo'ldi uni uyi. Mana shunaqa ekan. Yozda kitob o'qiyman deydi. Mana shuncha kitobni, bu yerda 200 dan ortiq kitob bor. Bu o'qib bitira olmaydi ham. Mana shuncha kitoblar bor. Ko'rdinglarmi? Endi buz bo'lganingizdan so'ng videoni yoqaman. Zetmobil videoni yoq dedi. O, tindi. Portlatamiz. Qoch. Onangga qoch. Ko'rdingmi Zetmobil? Men o'zing to'g'rilaysan. Yo'q. Zetmobil boshida shug'ullanmaydi. Vallahi mana shu yerda video tamom bo'ladi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, like bosish zo'r bo'ladi. Va ko'proq obuna bo'ladi. Bu video qisqaroq bo'ladi, chunki desa mana bu yerda qaranglar. Orqa buzilib ketgan.